Rahmat. Menga qara. Begona mashinada qayerdan kelyapsan? Ha, yo'lda adasi, bo'pti, men bozorga ketdim. Bugun bolalarni maktabdan o'zingiz olarsiz, kechaga o'xshab kech qolib ketishmasin, xo'p? Ishingni vaqtliroq bitirgin-da. Bolalarni borib o'zing ol. Bolalarni maktabdan onalar oladi. Qachon ko'rgansan otalar borib olgan? Xo'p, siz ham ishlasangiz, uy ishlarini o'zim qilardim. Maktabdan ham o'zim olardim bolalarni. Shu meni ishlashimda faqat meni belimda grijam bor. Tuzalmaguncha ishga tusha olmayman. Menga qara. Bugun bozor yaxshi bo'lsa-chi, 2 pachka sigaret ol. Sigaretim ham qolmabdi-da. Xo'p. Bo'pti, mayli, men ketdim. Kenay, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Chiqing, men katta ko'chaga tashab qo'yaman. Rahmat, uyim shu yoqda. Mayli, chiqing, xijolat bo'lmang. Og'ir yuk bilan yurasizmi? Rahmat. Baraka toping. Rahmat. Sog' bo'ling. Menga qara. Begona mashinada qayerdan kelyapsan? Ha, yo'lda Nima yo'lda? Kim bu odam? Aka. Siz noto'g'ri tushundingiz. Men shunchaki yordam bo'lsin deb olib kelyapman. Men noto'g'ri tushunaman. Yo'lingdan chiqqan hamma ayolga shunaqa yordam qilasanmi? O'zingni xotining begona erkakni mashinasidan tushsa, o'zing nima qilarding? Qo'lingni tortib, o'rgildim sendagi erkakdan. Nafsonatingga tegib ketdimi? Ayol kishini ko'chaga chiqarib, og'ir ko'tartirib qo'yib, o'zing uyda yotibsanmi? Sen ham erkakmisan? Men ayolimga erkaklar vazifasini yuklamaganman. O'shaning uchun ham meni ayolimga begona mashinalar kelib to'xtamaydi, rahim qilib. O'zingni vazifangni o'zing bajargin. Oilada o'rniga almashib qolmasin. Erkak oilada o'rniga almashib qolmasin. Erkak